Bismillah, azizlar, ishlash yo'nalishimizni ozgina o'zgartirdik. Sababi ko'rmasdan dorilarni dastavka qilib davolashga kirishdik va bemorlardan hol-ahvol so'raganimizda e'tirozlar ko'pligini ko'rdik. Biz ham boshqa kompaniyalarga o'xshab qolmaslik uchun, qadriyatimizni asrab qolishlik uchun yana o'sha odamlarni ko'rib, har bitta a'zosini hisobga olib, tomirini tekshirgandan keyin analizlarini ko'rib, har bitta a'zosi uchun tarkib qilingan mahsulotlarni to'g'ri kelganini ularga ichidan saylab berib davolash yo'lga qo'ydik va bulardan telefon qilib so'raganimizda natijalar juda ham yaxshilanganini, yuqorilanganini, shikoyat qilayotgan odam aytarli yo'qligini ko'rgandan keyin men aytdim, men boshqa kompaniyaga o'xshab qolmayman, chunki boshqa har xil kompaniyalarning dorisini ichayotganlar bor. Tabiblar reklama qilganlar, u boshqa kompaniyaniki, o'zi yasamagan ko'pi. Va bular uzoq muddat ichyapti, foyda ko'rishmayapti. Shunaqalar ko'p kelishadi, men juda ko'p ichdim, 1 yil, 1,5 yillab ichyapman, foyda sezmayapman deydiganlar ham bor, foyda sezayotganlar ham bor. Tan olish kerak. Lekin ko'pchilik masalan o'shandan bezib qolgan, ko'p ishonchni yo'qotib qo'yapti. Biz ham shularga o'xshab qolmaslik uchun odamlarni ko'rib davolash qaror qildik. Mana bu tayyorlagan mahsulotlarning hammasini o'sha har bitta odamni ko'rgandan keyin kimga qaysi dori bilan ta'sir o'tkaza olsak, organizmni yaxshi tomonga o'zgartira olsak, bo'g'im kasalligini davolashga kirishamiz. Bizda asosiy yo'nalish bo'g'im kasalligi. Masalan, bo'g'im kasalligida ich qotish bo'lsa, ich surib tozalaydigan dori beramiz. Mana ikkalasini ichini surib tozalab turadi. G'ayritabiiy chiqindi, xilt, shilimshiq, shlaklardan tozalovchi bu mahsulot. Oshqozon osti bezida pankreatiti bor. Oshqozon osti bezi yaxshi emas. Qorni dam bo'ladi doim. Yegan ovqatni yaxshi hazm qila olmaydi, yallig'lanishi, yazvasi bo'lsa, buni beramiz. Progastro. Jigarda tiqilmasi bo'lsa, jigarda yog' bosish tiqilmasi bo'lsa, buni beramiz. O't qopi toshi bo'lsa, o't qopiga ham alohida dori qilamiz, uni beramiz. Shunaqa qilib, qon yurishi yaxshi emas, qonni quyuq, asabiy bo'lib, qon yurishi yaxshi bo'lmasa, limfa tizimini yaxshilash kerak bo'lsa, qon suyultiruvchi dorini beramiz. Bo'g'imlarda qon aylanishini yaxshilash kerak, bergan dorining kuchini tezroq bo'g'imga olib borib berish kerak. Va mana ajibko, suyak yemirish uchun beradigan dorimiz. Buni ham yozamiz. Holatiga qarab har bitta odam. Shunda natija zo'r bo'ldi. Keyin har xil suradigan malhamlarimiz bor, yog'larimiz bor. Bularni beramiz. Buni ham har xili bor. Bularni surkash uchun beriladi. Mana Spinalift. Bu bo'lsa spinasida, umurtqasida ozuqasi yaxshi bo'lmasdan, umurtqada krizis bo'lib, yallig'lanib, yemirilib, grija bo'lib, og'riq bo'lib, bot bo'lganda buni beramiz. Buni mana biri, bu osteoxondroz, bo'yindagi grijaga ko'proq ishlaydi. Bo'yin osteoxondrozlar, bo'yin grijalariga yaxshi ishlaydi. Bunisi kam qonlik bilan keladigan, qoni kam, tez charchaydigan, belni tuta olmaydigan, o'sha krizisga uchraganlar uchun, bel umurtqasida ozuqasi yaxshi emasligi uchun. Bu revmatizm uchun qilingan. Masalan, anginasi bor, revmatizm, revmatoid artrit yoki limfa dimlanishi, kam qonlik bilan kelganda revmatizm uchun qilingan dorini beramiz. Bundan tashqari ham yana boshqa mahsulotlar bor. Ko'rgandan keyin o'tirib, yuzma-yuz o'tirib hal qilamiz. Mana shuning uchun ko'rmasdan bularni tarqatish katta foyda keltiradi. Bu shaxsan men o'zim uchun. Lekin shundan voz kechdik. Sababi biz odamlarni norizoligini eshitish juda yoqimsiz men uchun. Bu narsani oldini olishlik uchun kelib, ko'rinib davolayman deyapmiz. Natija zo'r. Haqiqatda o'zimni ko'nglim to'lishi boshlagan, shu ishni qilishni boshladim. Kimga agar bizni xizmatga kerak bo'lsa, joyimiz mana Qo'yliqda hozircha telefon raqamlar bor. Lokatsiyani olib, kelib, ish vaqtimizda kelib ko'rinib, davo muolajalarini boshlash mumkin. Buni bir marta ko'ringan odamnikini 3 oygacha ko'rishimiz shart emas, chunki bizda asosan suyak bo'g'im kasalligi. Bundan oldingi videolarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Demak, suyak yemirilishi, artrit, artroz, ganartroz, aseptik nekroz, koksartroz, grija, umurtqadagi qiyshayishlar, ularga masalan qiyshayishlar bo'lsa, mana bunga ham ko'ramiz. Qaysi tomonga qarab qiyshaydi. Biz mana bunaqangi narsadan yasaginda umurtqangga qo'ygin deymiz. Masalan, tekis bo'lib qolganmiz umurtqasi. Yo'q, uniki naborot oldi qorin tomoniga chiqib qolgan bo'lsa, qorin tomoniga bolish qo'yasan-da, ozgina umurtqani tekislashga harakat qilgin deymiz. Undan tashqari yana qo'shimcha parhezlarini, uni o'zini tabiiy tug'ma mizojini hisobga olamiz. Faslli mizojini olib, unga tartibli taomlanishi, qo'shimcha harakatlarni me'yorga olib kelish tushuntirib boryapmiz. Buni to'liq videolarni YouTube kanalida qo'yib boryapmiz. Instagramda ham bor bular. Shularni qayta ko'rib turib, keyin murojaat qilishingdan iltimos qilardik.
Sog' bo'ling, hammaga Alloh shifoyi komil bersin.